hozir chaqirganman, sizlarga syurpriz tayyorlaganman. Hali oyi hech qaysi chetlariga chiqmagani. Hozir sizlarga ziyofat bo'ladi. Maşallah. Allah korusun. İyi. Hamisha omadini bersin bu yigitga, mana ishini orqasidan, mehnatini orqasidan shunchalik. Ularni boshchiligida Xudo xohlasa Azimlar safarini uzman bo'lyapti. Yosh xolicha bo'lgan. Sizga ham rahmat uka. Alhamdulillah. Sizga ham rahmat katta. Shu o'g'limni qo'llab-quvvatlab shu darajaga keltirganlaringga rahmat tilayman. Omad tilagan. Hamisha ishlariga omad bersin, duosida bo'linglar, ilohim. Rahmat katta, Alloh rozi bo'lsin, ilohim. Hamma farzandlarga ham emas-ku, eng baxtli farzandlarga nasib qiladi ota-onasini yaxshi bo'linglar, ilohim safarlarda ko'rishguncha inshaalloh sog' bo'linglar.